Sharq Turkistonning vaziyatida Xitoy tajovuzlari dinimizning daftarini qilyotdi, xalqimizning daftarini qilyotdi. İnsanlarımızın, xalqimizning kishilik huquqini daftarini qilyotdi. Hattoki ota-onalarimiz qamida turmaga kirmagan, urug' tuqqanlarimiz bo'lsin va yoki namoz o'qigan bo'lsin, o'qimagan bo'lsin, yog'liq chekkan bo'lsin, chekmagan bo'lsin, aytavr har xil shaklda, har xil bano sabablar bilan bizning Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzlari xalqimizga zulmni yaqinqi 4-oyning 1-dan boshlab boshlab oshirdi. Hammamiz bilgandek asabiylikni yo'qotish degan nizomnomasi ostida Sharq Turkistonda ham emas, muajiratga yashayotgan Uyg'urlarga tig'uvchini qaratdi, umumiylik hujum boshladi. Buni Turkistonda chet elda yashayotgan Xitoy pasportidagi Uyg'ur qarindoshlarimizni ota-onalarini görögelesh, tutqun qilish orqali ularni mecburi o'ziga bilet og'izib, akirib turmalarga so'layotdi. Turmalarda qiynayotdi. Hattoki biz anglagan xabarlarda 13 yil, 15 yil, hatto 20 yil kesilib ketgan insonlarimiz bor. Qilishning tayini yo'q, faqat chet el bilan aloqa so'g'anlik uchun. Chet elda ma'lum kishilar bilan va yoki ma'lum to'rbatlarni ko'zdan kechirganlik uchun, ziyorat qilganlik uchunlar bu bicharalar ig'ir jinoiy jazolarga mahkum bo'lmoqda. Şunun o'xshagan shaklda biz bugun Shvetsiyadagi Uyg'urlar o'zimizdan tashkillanib, garchi sonimiz oz, ovozimiz tuvan bo'lsa-mu, ammo bizning haq da'voning ustida ekanligimizni, Sharq Turkistondagi xalqimizning ovoz bo'lishdek majburiyatimizni ado qilish uchun bu yerga yig'ilib turibdi, qarindoshlar. Uning uchun biz Xitoy tajovuzlariga o'zimiz tayyorlagan ularga qarshi bayonotimizni o'qib o'tmoqchi. Xitoy tajovuzlari Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgan 68 yildan buyon izchil turda Sharq Turkiston xalqini diniy insondek yashash huquqiga daxldor qilish bilan birga har xil banolar bilan qirg'in qilishni davomlashtirib kelmoqda. Bu yil kirgandan boshlab Xitoy tajovuzlari Sharq Turkiston xalqini yo'q qilish harakatining keng ko'lam oshkor holda elib berish uchun asabiy diniy ideyan yo'q qilish banisida Sharq Turkistondagi olim, o'lima, ziyoli qatorliq Uyg'urlar ichidagi nufuzli kishilarni tutqun qilish bilan birga tijoratchilarni tutqun qilish, iqtisodi bor bo'lgan boylarni nishon qilib, ularni tutqun qilib turmalarni to'ldirdi. Bundan bilan cheklanib qolmay, Uyg'ur kadrlar ichidami o'ziga sodiq bo'lmagan degan banolar bilan Uyg'urlar ichidagi o'qituvchi, yozuvchi, doktor, sotchi, soqchi, ma'murdan qatorliq barliq sohalardagi Uyg'urlarni tutqun qilishni davomlashtirib, asabiy ideyani talash nomida yangi turmalarni ta'sis qilib, ularni xizmatdan, emgak kuchlaridan ayirib, maktab ishidagi bolalarining ochilmas qilishiga, yashilib qolgan ota-onalarining qarg'uchisiz, yordamsiz qilishiga, hatto ko'p sonli Uyg'urlarning oilalardan vayron bo'lishiga sabab bo'lish, Xitoy ko'chmanlari bilan majburiy to'y qildirish orqali dinsizlashtirishni ishga oshirmoqchi bo'lyapti. Chet elda o'qiyotgan va yashayotgan Uyg'urlarni Sharq Turkistondagi oila tavobitlariga qo'l qo'yib, ularga besim qilish orqali chet eldagi Xitoy pasportidagi Uyg'urlarni qaytarib kirishga majburlangan hamda qaytib borganlarni turmaga mahkum qilmoqda. Biz egallagan hollarda Xitoy tajovuzlarining elib berayotgan zulmi yuqorida aytib o'tganimizdan natijasi ig'ir. Sharq Turkiston xalqi ig'ir zulm ichida, turmalarda, qattiq qiyiqchiliklarda shahid bo'lmoqda. Biz bu yerda Xitoy tajovuzlari shuni deymizki, ey Xitoy tajovuzlari, senlar Sharq Turkiston xalqi qilayotgan zulmlarning jazosini chuqur o'taysan. Biz Sharq Turkiston elib berayotgan, dinni daftarni qilayotgan, musulmon bo'lganligi uchun turmalar mahkum bo'layotgan, shahid berilayotgan shu xalqning ovozi biz. Muajirat yashayotgan, sening zulmingni ko'rib shohid bo'lib chiqqan Sharq Turkistonlik fidoyilar shu zulm, shu xalqning ovozi bo'lib, tajovuzlarni qilayotgan zulmini va abtibashirisini ichib berishda o'zlari yashayotgan davlatga, xalqqa senlarning haqiqiy yuzini osharlaydi. Muajiratda Sharq Turkistonliklar o'z imkonlari bilan senlarni Sharq Turkiston zaminini bezilib, boyliqlarini taron-taroj qilib yetmay, bu xalqni yo'q qilman degan
rezil maqsadın Allah'ın yardım bilen yetelmeysen bu maqsadlaringga. Biz Sharq Turkistonda sizlarni qanday kelgan bo'lsang, shu allat qo'g'lab chiqarib, Sharq Turkistonning mustaqilligini qaytarib olguncha sening bilan kurashni davom qilamiz. Shina Dordari! Shina Dordari! Shina Mordari! Shina Mordari! Shina Mordari! Shina Dordari! O'zi uloq emas, o'zimizga yoqsak yaxshiroq. Kunduziga hozir ichim eshik ketadi qarindoshlar. Shunchalik qoldiqmi? Men 2010 kelgan vaqtimda to'shatdik. Hozir 2017-yilnikida soni qadar adam qoldi. Ya bu davada biz o'zimizning ruhsatni chiqarilishi namoyish qilmadik. Alloh xolisa shu maqsaddir. Hukumatga shuni demoqchi, bu yerdagi o'tda tug'alning hammasi vatandoshlik deb bo'ldi. Bu yerdagi davarimiz vatandoshlik, yo ruxsat chiqarish, yoki u bu maqsadga yetish emas. Faqat Xitoy tajovuzlarining Sharq Turkistonda Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan zulmini anglatish, shularning ovozi ulash. Xitoy tajovuzlari zulmini to'xtat deb vaqirashni bilish va bu vaqirashni davom qilish. İmkoniyatimiz nima esa shu bo'yicha harakat qilish. Albatta bu davada insanlar azlışımız mümkün. Sepirimizde adam kalmasımız mümkün. Hatta ki tek yalğız kılışımız mümkün. Ama bu davadan yalğız kalsak mı çoğu? Çekinmeydiğin dava. Bu dava hak dava. Bu dava çoğu ta ki kıyamet kişide olmuşluğun dava buluşu mümkün. Ama bunun da bizden nimin talep kıldı degende bizden bedelini talep kıldı. Biz bu yolda bedel töleyersek, müşta vaktimizi acırta alsak, hatta 400 kilometrede kırındaşlığımız geldi, müşta kilersek, vaktida bizden netice bizge yüzlüydü. Biz bedel töleşini bilmesek, Xitoy karşı, hatta ki Xitoy tajavuzları deb deyişti mi qoqsak çoğu, vakti Xitoy tajavuzları bizim geçkimizge deseydi. Bütün dünya karakterli biz kıldık demedik. Bütün dünya karakterli hem devletdeki insanlar özünün kanunluk şekilde Xitoyga karşı bu herkesini devamlaştırış gerek. Hatta birisi kalkan takdirdim çoğu, Xitoy tacavuzu to'xtat deb deyishimiz gerek. Bunu kanunluk şekilde alıştıran yolumuz batırıp, imkanımız batırıp, muşini işletmesek biz bu dünya ahirette bunun cevapkarlığını bulamdık mı arkadaşlar? Gün bizim Sharq Turkistonda sud bekimiz kurulup kep kalsa, muşta soğanınki, muşta imkanı tutup, iqtisadını arımıgan, vaktini arımıgan, çoğu başka bedelini töleşki çoğu, koşulmıganınki, sorğunu soramdı sormamdı. O dünyada elbet soraydı. Allah bizge muşu nimetli, muş fırsatı bergenken Allah halkımız mı? Aman bir kere bizi çok sorap kalıdı. Halkımız bizi nime dep çıkardı? Mung dualı bilen. Şunda ama özü kılanmagan, işlenmeyen pasportunu bizge işletip berip, özü kılanmagan yolunu bizge qilib berip, bizim için sen bolsang mı çıkıp bizden avazımızı bize anlat dese, bu mecburiyette tanımay. Yani biz biğam haletde uykumuzni uxlab, rahat sap havadan paylanıp Avrupa yaşavatımda meydimizi kerip yüksek vaktida dünya ahirette yüzümüzdeki kara kız aleti çok kopap kalınca bak kıyamettim. Allah sakınsın. Allah şunda yüzümüz kara aleti yaşap kılışını saklaş için vicdanımızda her zaman çoğu imanımızı ıslah kılıp duruşumuz gerek. İmanımızı güçlendirdiği yollarını izleyişimiz gerek. Şuna mı ya? China terrorist! China terrorist! We will have freedom! China terrorist! China terrorist! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga azatlık! Uygurlarga azatlık! We will have freedom! We